Faridaning yoniga astagina cho'zildim va yanog'ini tayab olgan qo'liga mittagina bo'sa qo'ndirdim. Kichkina to'rg'ayim, dedim sekingina qulog'iga. Unga mana shunday xitob etish meni doim xursand qiladi. Farishta misoli uxlayapti, yuziga tikilib qoldim. Unashtirilib, bir-birimizni endigina taniy boshlagan paytlarimiz edi. Bir kuni oilalarimiz bilan sayrga chiqdik. Bahorning ilk kunlari edi o'shanda. So'qmoq yo'lda Faridam bilan yonma-yon ketar ekanmiz. Bir to'rg'ayga duch keldik. Beozorgina qush negadir bizdan qo'rqmadi. Xuddi 3-kishi kabi atrofimizda bemalol aylana boshladi. Yurishdan to'xtab, ikkimiz ham qushchani tomosha qilishga kirishib ketdik. Ko'zlariga tikilib to'rg'ayam, dedim Faridamga. Uyalib ketdi. Ko'zlarini olib qochdi. Sevgi tafsilotlarda yashirindir. Ko'pincha taqdirga bo'yin egadi, ammo ba'zan insonga armug'on bo'lib keladi. Dilini yayratadi. Siz ham meni baxtiyor ayladingiz. Menga quvonch hadya etdingiz, deya muhabbatimni izhor qildim. Sevgilimdan hayajon bilan javob kutgan onimda biz tomosha qilib turgan to'rg'ay uchib ketdi. Yanoqlari qizargan Faridam menga qayrilib, uni uyaltirdingiz, dedi hijolatli ohangda. Egildim va peshonasiga yana bir bo'sa qo'ndirdim. Shu o'pishning harorati bilan qibla tomonga o'girildi va uxlashda davom etdi. Yotoqxonadan oyoq uchida chiqdim. Faridam uyg'onib ketsa bormi? Aslo qayta uxlay olmaydi. Yo'lakning oxiridagi xonaga qarab yurdim. Qo'limdagi sham nuri yoritgan tutqichidan ushlab, eshikni sekin ochdim va ichkariga kirdim. Farida qaytib kiymayman degan kiyimlar xonaning bir burchagida yoyilib yotibdi. Stol ustida turgan shamdondagi shamlarning barini yoqdim. Javondan ota meros kichik sandiqni olib, sham yorug'i tushib turgan stol ustiga qo'ydim. Sandiq qopqog'ini vujudim titragancha ohistagina ochdim. Ichidan yashil baxmal bog'chani olib, otamdan qolgan qonli ko'ylak va qondek qip-qizil aqiq uzuk qo'limda turardi. Shu payt qat'iy ohangda aytgan so'zlari qulog'imda jaranglagandek bo'ldi. Seni ulg'aytirish uchun katta fidokorliklar qildim. Davlat oliyga foydang tegadigan inson bo'lishingni istadim. Allohga va otangga vafoli va shukr qiluvchi bo'l. Bolam, bir xandal donasi og'irligicha qilgan yaxshiliging va yomonliging qoyalar orasida yoki ko'klarda, yoxud yer qa'rida bo'lsa ham baribir kun kelib Alloh uni qarshingdan chiqaradi. Alloh eng mayda ishlarni ham ko'rib, bilib turadi va hamma narsadan xabardordir. Zinhor unutma, namozni o'z vaqtida ado et, yaxshilikka chaqir, yomonlikdan qaytarishga urin. Bu yo'lda boshingga keladigan barcha sinovlarga sabr qil. Mensimaslik bilan insonlardan yuz o'girma va manmanlikka berilma. Zero Alloh o'ziga bino qo'ygan maqtanchoqlarni sevmaydi. Yurishingda samimiy bo'l, ovozingni pastlat. O'zini musulmon sanaydigan har bir yigit buyuk odob va axloq, yuksak did sohibi bo'lishi zarur. Kun kelib, davlat ishida faoliyat ko'rsatadigan bo'lsang, albatta, sadoqat bilan ishla. Seni yaxshi tarbiya qildim. Sen esa kimga va nimaga ishonishingni hamda sodiq bo'lishingni yaxshi bilasan. Ko'zlaringga qara, shuning o'zi yetarli. Ko'zlar senga ko'p narsani so'zlab beradi va aslo yanglishtirmaydi. Senga buvam urushda yaralangan vaqtda yonida bo'lgan ko'ylak va barmog'ida bo'lgan uzukni omonat qilib qoldiryapman. Uzuk bizga ota-bobolarimizdan meros. Aytishlaricha, bu uzuk podshohlarimizdan biri bobolarimizdan biriga sovg'a qilgan. Bu davlatga qaysi bobongiz xizmat qilgan bo'lsa, mana shu uzuk uning barmog'ida bo'lgan. Uzuk barmog'ingizda ekan, davlatingga xizmat qil. Bu uzuk senga hamisha kuch beradi. Endi sen ham oilalisan. Sen ham ulug' an'analarimiz davomchisi sifatida buni ajdodlaringga meros qilib qoldirasan. Bizlar aynan nima uchun jon olib,
jon berganimizni va nima uchun qon to'kkanimizni aslo unutma. Tong egnida oqarib kelmoqda edi. Ko'ylakni bog'chaga solib, yana sandiqqa joyladim. Qopqog'ini mahkam berkitib, olgan joyimga qaytarib qo'ydim. Uzukni esa o'zim bilan birga oldim. Yotoqxonaga yana oyoq uchida qaytdim. Tungi namozni o'qish uchun tahoratga yo'naldim. Bomdod azonigacha jaynamoz ustida zikr bilan mashg'ul bo'ldim. Azonni eshitishim bilan mahalladagi masjidga borish uchun uydan chiqdim.